Hammaga assalomu alaykum. Kecha bir inson bilan gaplashib qoldim. Hammaga assalomu alaykum. Yaqinda ikki kishi bilan gaplashib qoldim. $100 65 yevroga Zagreb degan shaharda almashtirishibdi. Men o'ylagandim odamlar bilishadi deb. Men ko'p narsani onlayn olaman, Visa kart, Mastercarddan. O'shanda arzonroqqa tushadi. Shu haqida ham video qilmoqchiman. Yevropaga kelayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilan dollar olib kelmang, iloji boricha. Misol shunaqa kartalar bor, so'm qo'ysangiz, o'zi avtomatik konvertatsiya qiladi yevroga yoki dollarga. O'sha yaxshi. Bu yerga dollar naqd pul ko'rinishida dollar olib kelmanglar. Hozir mana ishdan kelib, shu narsa esimdaligida video qilib qo'ymoqchiman. Nasib qolganini ulab ketaman. Hammaga assalomu alaykum. Xo'p, endi nima olib kelish kerak? Shu haqida gapirib ketmoqchi edim. Birinchi navbatda dajdevik olib kelish kerak Finlandiyaga, chunki juda ham ko'p yomg'ir yog'adi. Yomg'irda ham terim bo'ladi. Juda ham qattiq yog'sa ish to'xtashi mumkin, lekin odatda bu kamdan kam holatda bo'ladi. O'shaning uchun yaxshi dajdevik olib kelish kerak, yaxshi etik olib kelish kerak. Etikda ham yengili bor, rezinligi bor. Biz o'zimiz Moskvadan zakaz qilganmiz. Etikda yengil bilinmaydi. Xo'p, yana nimalar olib kelsa bo'ladi? Misol uchun, yotganda prostin olib kelsalaringiz bo'ladi o'zingiz bilan birga. Endi hamma ishxona har xil, lekin baribir ham prostin olganlaringiz yaxshi. Xo'p, yana nima olsa bo'ladi? Mosh olib kelganman, chunki bu yerda go'sht muammo bo'lganligi uchun, belok yeyishligi uchun mosh. Endi bu muammo emas, endi hamma o'zi uchun. Misol 2 kilo mosh, 2 kilo grechka olib kelsalaringiz bo'ladi. Xo'p, qolgan narsalar shu yerdan olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, yana nima? Yengil futbolka olib kelganman, eskiroq narsalarni olib kelganman. Tashab ketganimda ham alam qilmasligi uchun. Keyin bu yerga kelgandan keyin, xo'p, Sekinxet degan joy bor. Endi o'zbekistonliklar aytdilarki, shunaqa joylar borki, bepulga ham beradi, borsalaringiz kiyimlar. Hali unaqa joyda ko'rganim yo'q. Men o'zim kelgandan keyin ishga kiyimda eski kiyimlarni xo'p Sekinxetdan olganman 2-3 yevroga, 1 yevroga ham. Xo'p, o'shalarni olib o'tgan yil tashab ketib, shu yil kiydim. Xo'p, yana nimalar? Qozon misol uchun deyshadi yoki pichoq, odatda bunaqa narsalar bo'ladi. Endi qanaqa fermaga, qanaqa fermerga tushishlaringizga ham bog'liq. Misol bizda qozon tovoqlar bor. O'tgan yil bizga yetgan. Endi odam juda ham ko'payib ketgandan keyin aytishadiki, uyingizga olib kirib ketmang katta qozonlarni, chunki kichkina qozonchalar bor, katta qozonlar ham xo'p bor. Odam ko'paygandan keyin yetmay qolishi mumkin. Biz odatda nima qilamiz? Mana unaqa banka olamiz, 3 litrlik, mana. Xo'p, hozir mana odam bizda ko'payib qolganligi uchun shunaqa 3 litrlik bankani olamiz, ovqat qilamiz, yeymiz. Ikkita bankamiz bor, ishga olib ketishlikka quyib, qolgan ovqatni bankaga solib qo'yamiz. Odam ko'payganligi uchun. Atak, idish tovoq ham men uchun muammo bo'lmaydi shu aytganimdek mana shu banka, lekin o'zlaringiz bilan birga mana bunaqa narsa olib kelsalaringiz yaxshi ekan. O'tgan yil men olib kelmaganman, termiz. Buni Ahmadjon oldilar. Xo'p, termiz juda ham yordam beryapti. Limon choy qilib, misol sovuq bo'lgan paytda ichasiz, issiqroq. Esimga tushgandan aytib ketyapman. Xo'p, yana nima? Sochiq olib kelsalaringiz bo'ladi o'zlaringiz bilan birga. Qolgan narsalar shu yerdan olsa bo'ladi. Sovun, shampun. Agar eski krossovkalaringiz bo'lsa, ishga olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, shlyopka olsalaringiz bo'ladi, yengilroq ishdan keyin dushga kirishligi uchun. Eski kiyimlar bo'lsa olib kelgan yaxshi, eskiroqlarini. Sochiq, internet. Xo'p, Finlandiyaning aeroportida internet bor, poyezdda internet bo'ladi. Uchib kelayotganingizda aeroportlardan foydalansalaringiz bo'ladi. Endi men odatda eSIM sotib olaman o'zim uchun. Xo'p, misol Istanbulda yoki bir boshqa joyda ishlatishlik uchun agar sizlar kam uchaydigan bo'lsalaringiz, misol uchun Istanbulga uchdilaringiz, 4-5 soat Istanbulda bo'lasizlar, keyin bu yerga uchib kelasizlar, internet menimcha shart emas sotib olishlaringiz. Internet keyin kelganlaringizdan keyin o'sha 4-5 kishi birlashib, hozir uni ham ko'rsatib ketamiz. Manaqa modem bor. Xo'p, modem sotib olsalaringiz bo'ladi. Bu o'rtacha 50, 60, 70 xo'p yevro turadi. Misol bitta olganlaringizdan keyin 25 yevroga sim kart olib qo'ysa, shu 5-6 kishi ishlatadi.
Biz ham olganmiz, lekin routerda o'tgan yili insonlar bor edi. O'shalarnikini so'rab turdik. Shu yerga tashab ketishdi. O'shani ishlatib turibmiz. Internet. Xo'p, yaqinda shunaqa narsani eshitdim. Buni ham aytib ketmoqchi bo'lyapman, manfaatli bo'lishligi uchun. Naqd pulda dollar olib kelishibdi. Naqd pul iloji bo'lsa chekkiga chiqqanlaringizda olmanglar. Chunki bankomat qidirasizlar, bank qidirasizlar, til muammosi bo'ladi. Bu narsa kerak emas. Eng yaxshisi, misol uchun men endi o'zim olgan narsam bor. Anor bankdan 50 ming so'mga karta olganman, Mastercard. Ham so'm, ham rubl, ham dollar, ham yevro. Buni yaxshi tarafi ichiga so'm tashiyman, misol uchun 2-3 million so'm tashiyman. Hamma joyda ishlab o'taveraman. Turkiyaga keldimmi, o'sha bilan to'layman, o'zi avtomatik liraga konvertatsiya qiladi o'sha so'mimda. Yevropaga keldim, avtomatik yevroga, dollar bo'lsa dollarga. Endi hamma bankniki har xili bor. Bunaqa karta Kapital bankdan ochtirdim, to'g'risi unda sal boshqacha ishlar ekan. Menga yoqmadi, misol uchun. Hozir Kapital bankka kira olmayapman, sim kartani tashab kelganim uchun. So'mga o'tkazib qo'yibman, dollarim bor, so'mga o'tkazib qo'yganman. Lekin dollarni yechaveradi. O'sha Anor bank qulayligi menga so'mda tashiyman, o'zi avtomatik misol uchun yevro dollarga o'tkazadi. Agar sizlarga Anor bank yaqin bo'lsa, misol qayerlarda bor bilmayman, Toshkentda bitta filiali bor Buyuk Ipak yo'lida. 50 ming so'mga ochtirib ichiga so'm tashlasalaringiz, menga eng ma'qul kelgani o'sha. Xo'p, bu bank. Umuman naqd pul olib kelmanglar. Olib kelmoqchi bo'lsalaringiz ham bankka borib, kichkina yevrolarni olinglar. 5, 10, 15, 20 yevrolikda. Eng yaxshisi shu. Yevropaga dollar olib kelmanglar. Misol bu narsani aytib ketayotganim, dollar olib kelib 100 dollarda 60 yevroga almashtirishibdi bankdan. Bu juda katta, 40-30 dollar raznica berib yuboryapti. Undan ko'ra O'zbekistonda o'zidan yevro sotib olinglar. Yaxshisi shu. Yoki-da shu aytganimdek karta. Xo'p, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Yana nimadir qolib ketgan bo'lsa yoki aytmagan bo'lsam, xo'p, kommentariyaga yozsalaringiz, nasib qo'ldan kelgancha qilib ketaman video. Yana nima qiziqtirayotgan bo'lsa sizlarda. Poyezdga qanaqa bilet olish haqida ham qilib ketaman. Qaysi saytdan olish kerak va qachon olgan yaxshi.